bo'lsin akajon. Sizga Allohimdan mazmunli hayot, uzoq umr tilaymiz. Kimishay opa, assalomu alaykum. Marhamat, qirolingiz yoniga tashrif buyuring. Assalomu alaykum Kimishay opa. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Sizlarga Allohimdan uzoq umr, sihat, salomatlik, mazmunli hayot tilayman. Sizlarni bugun tug'ilgan ayyom bilan tabriklab keldik. Sizning quvonchingizni sherik bo'lish uchun yetib keldik. Otajon, onajon, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin onajon. Marhamat, ushbu ajoyib gul dastalari siz uchun. Yerga qo'llarim uchun, kaftida zamzam ichib, onam hojilaman, otam hojilaman. Ajoyib shirin to'rtxam sizlar uchun birgalikda olqishlab turamiz. Olimjon aka, Kimishay